Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Smart Step uz jamoamiz endi YouTube kanalida majburiy fanlar ona tilidan test tahlillarini olib boramiz. Bugungi test tahlilimiz 2025-yil iyul oyida tushgan testlarning bir qismi bo'ladi va biz sizlar bilan har bitta testni savolini va undagi variantlarni tahlil qilib o'tamiz. Xo'sh, birinchi savolimiz bu imlosida xatolik bo'lgan so'zni aniqlang. Agar buni soddaroq qilsak, so'zni imloviy xatosi bo'lishi kerak. Demak, siz buni javobini topish uchun albatta savolni mag'zini chaqa olishingiz kerak. Savol mazmuni nimadan iboratligini bilishingiz kerak. Agar siz savol nimani so'rayotganini bilmasangiz, javoblar to'g'ri chiqishi, ya'ni to'g'ri javob topish foizingiz kamayadi. Xo'p. Xatolik so'zda qanday imloviy xato bo'ladi? Albatta uni so'zni gapdagi so'zlarni harflarini xatoligi bo'ladi. Xo'p. Demak, birinchi variantimizda hayvonot so'zi turibdi. Hayvonot so'zini ma'nosini bilish kerak. Uni yozilishini bilish uchun, masalan, bilmaydiganlar bor. Hayvonot so'zi bu yerda juda to'g'ri qo'llanilgan, to'g'ri yozilgan, ya'ni T bilan yoziladi. Xo'p, hayvonot o'zi nima degani? Bu hayvonlar majmui degani. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, bu so'zni yozilishini shu testni o'zida o'rganib olish kerak. Chunki har bitta tushgan test va uni variantidagi qo'llanilgan so'z keyingi imtihonda boshqacha qilib qo'llanilishi mumkin. Qayerdan bilasiz? Balki keyingi imtihonda mana shu hayvonot so'zi T emas, balki D bilan yozilgan bo'lib kelishi mumkin. Xo'p, haqorat so'zi ham juda to'g'ri yozilgan. Bu yomon so'z ishlatish degan ma'noni aytiladi, ya'ni T bilan yoziladi, to'g'ri. H va T bilan yoziladi. Xo'p, salobat so'zini ma'nosi nima? O'zi salobat nima degani? Bu ulug'vorlik, jiddiyatlilik degani. Mana masalan, ustozni salobati bosdi, shuning uchun to'g'ri javob bera olmadim deydi. Ya'ni ustozini ulug'vorligi, jiddiyligi unga ta'sir qilgan bo'ladi. Demak, to'g'ri yozilgan bo'ladi. T ham bu yoqda to'g'ri, hammasida to'g'ri yozilgan. D javob qoladi. D javobni tahlil qilamiz. Diyonat degani. Diyonat so'zi bu yoqda D emas, albatta T bilan yoziladi. Diyonat so'zining ma'nosi nima? Vijdonlilik, poklilik, halollik degani. Demak, birinchi savolimizning javobi D, diyonat bo'ladi. Albatta sizlar qolganlarini bilmaganlaringizni, masalan, salobatni yo hayvonotni bilmasalaringiz, o'rganib olishlaringiz kerak. Ikkinchi savolga o'tamiz. Berilgan iboralardan qaysi biri xursand so'zi bilan ma'nodoshlik hosil qila oladi? Demak, testga kirganingizda albatta belgilab oling, qaysi biri nimani so'rayotganini. Xursand so'zini va ma'nodoshlik so'zini belgilab olasiz. Ma'nodoshlik bu sinonimlik degani. Ya'ni bir-biriga yaqin. Bitta so'zni sinonimini, ya'ni ma'nodoshini qo'llay olish bir-birini o'rniga. Xo'p, demak, A javobda ko'ngli og'rimoq bu degani xafa bo'lish. Xafa degani. Xo'p, ikkinchi B javobda boshi osmonda. Demak, bu javob bo'lmaydi. Xo'p, B javobda boshi osmonda bu xursand degani. To'g'rimi? Xursand. To'g'ri. Do'ppisi yarimta. Bu beg'am degani. Beparvo, beg'am. Burni ko'tarilish bu kibrli bo'lish bilan bog'liq so'z. Demak, qiladigan ish, demak, javobimiz bu yoqda
boshi osmonda bo'ladi va savolni yana qaytib o'qib tahlil qilamiz. Qarang, berilgan iboralardan qaysi biri xursand so'zi bilan ma'nodoshlik hosil qila oladi? Demak, variantlar ichida xursand ma'nosini anglatadigan ibora bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Iborasiga ham e'tibor bering. Men sizga aytish esimdan chiqibdi. Iboraga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni fraza. Fraza degani bu ikkita so'zdan iborat bo'ladi. Asosan tag ma'nosini faqatgina kontekstda tushuna olasiz. Ya'ni gapda tushuna olasiz. Do'ppiz yarimta deganda birdan tushunmasligingiz mumkin. Uni tushunish uchun albatta iborani ma'nosini bilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, 3-savol. Qaysi javobda antonim so'zlar berilgan? Demak, antonimni yumaloq belgisiga olamiz, yumaloq qilib olamiz va antonim nima degani o'zi? Zid so'zlar. Zid. Ya'ni virgul qarama-qarshi so'zlar. Qarshi deylik. Hop, bir-biriga qarshi so'zlar. Masalan, nima bo'lishi mumkin? Xafa, xursand, oq, qora yoki yig'ladi, kuldi. Mana shunaqa so'zlar albatta yaxshi, yomon, zid, qarama-qarshi so'zlar bo'ladi. Sizga antonim deb berilganda, agar siz antonim so'zini ma'nosini bilmasangiz, bu yoqdan testni ishlashingiz albatta xato, nima deydi? Test ishlashingizda qandaydir bir qiyinchiliklarga duch kelasiz. Shuning uchun agar siz savolni to'g'ri va aniq tushunsangiz, bu javobni 50% topdingiz degani. Xo'p, demak antonim so'zi bu, antonim degani bu bir-biriga qarama-qarshi zid so'zlar degani. Xo'p, A javobda bahor, ko'klam. Bular antonim bo'la olmaydi, bular sinonim. Sinonim, ya'ni bahor keldi, ko'klam endi oldinlari eski adab ona tilimizda ishlatilardi ko'klamni. Xo'p, yaxshi, durustdan, bular ham sinonim so'zlar, ya'ni yaxshiman, durustman degani. Qayg'u, alam ham albatta sinonim, ma'nodosh so'zlar. Demak, mana shu uchalasi, mana shu 3ta variant, bular sinonim ekan. Sinonim nima? Bu ma'nodosh degani. Ma'nosi bir xil. Ma'nodoshlar. Bir-birini gapda bir-birini o'zaro qo'llay olasiz. Ya'ni bahor keldi ham deya olasiz, ko'klam keldi ham deya olasiz. U qayg'uda, u alamda ham deya olasiz. Demak, bizda D variant qoladi. Javob D variant. Tinchlik va urush har doim antonim so'z bo'lib kelgan. Siz O'zbekistonda yoki boshqa bir davlatda tinchlik deganingizda tinchlik, osoyishtalik ma'nosini bilasiz. Urush ma'nosini emas. Demak, tinchlik so'zining antonimi bu urush ekan. Demak, 4-savolga Demak, 4-savol. Qaysi baytda undalma ishlatilmagan? Ya'ni ishlatilgan demayapti, ishlatilmagan. Undalma o'zi nima? Undalma bu kimgadir murojaat, hayvon yoki insonni chaqirish. Masalan, qanday bo'ladi u? Aziz do'stlar yoki ona, bolajonlar deb murojaat qilasiz. Undalmadan keyin doim virgul ishlatiladi. Masalan, do'stim virgul yordam ber yoki ota duo qiling deganda ota virgul duo qiling bo'ladi. Yoki shaxsga emas, bir jonsiz narsalarga ham murojaat qilish mumkin. Ey vatan deganda, masalan, vatandan keyin virgul bo'lishi kerak. Xo'p, qaysi gapda undalma ishlatilmagan? Demak, A variantini ko'ramiz. Chin uyingda sen qolursan, qo'sh qanotim yaxshi qol. Qo'sh qanotim bu yerda undalma bo'lib kelgan. Qo'sh qanotim undalma bo'lib kelgan. Mana. Bu yoqda undalma bor, ya'ni virguli tushib qolgan ekan. Demak, virgulni qo'yib qo'yamiz. Xo'p. Bu dargohga yarashibsan asl zotim, yaxshi qol.
demak asl zotim ham bor, virgul tushib qolibdi. Demak asl zotim bu yerda undalma, ya'ni qo'sh qanotim, asl zotim deb ularga murojaat qilyapti. Senda bordir chin muhabbat, ham matonat yaxshi qol. Demak bu variantni qo'yib ketamiz. Hozir D variantni ko'ramiz, chunki javob C variant va buni tahlil qilamiz hozir siz bilan. Kelib baxt tilayman senga, shirin so'zim yaxshi qol. Demak shirin so'zim deb murojaat qilyapti. Virguli bo'lishi kerak. Demak ham matonatda ham virgul bo'ladi. Biz hozir bu yoqda punkt imloviy xat tinish belgilari bilan xatolik ketgan pechatda. Ham matonatda virgul bo'ladi. Bu lekin undalma emas. Sabab ham so'zi va degani, ya'ni senda nima bor? Chin muhabbat bor, matonat bor. Tushunyapsizlarmi? Kimgadir murojaat qilmayapti, senda shu narsalar bor deyapti. Demak C javob bo'ladi. Bu qolgan variantlarda unga murojaat qilyapti, ya'ni chin o'yingda sen qolursan, qo'sh qanotim, asl zotim yoki shirin so'zim deb o'sha insonga murojaat qilyapti. C variantda senda shunaqa xislatlar bor, chin muhabbat va matonat bor deyapti. Xo'p, demak 5-savolga qaraymiz. Biz ko'proq yoki boshqacharoq ko'rinishni, ya'ni muayyan narsada mavjud bo'lmasa-da boshqa bir narsada bor bo'lgan nimanidir ko'rishni xohlaymiz. Ushbu gapda bog'lovchi, demak savol mana bu yoqda boshlanadi. Ushbu gapda bog'lovchi qanday vazifani bajarib kelgan? Bog'lovchini topish uchun siz ikkita so'zni yoki gapni bog'lashi kerak. Shuni bilishingiz kerak. U so'z, u bog'lovchi. So'z yoki gapni o'zaro bog'lab turuvchi yordamchi so'z turkumi bog'lovchi. Uning vazifasi nima? Uning vazifasi so'zni, so'z birikmasini, gaplarni grammatik bog'lab beradi. Masalan, ota va ona gapni bog'lash bo'lsa agar, men bordim, virgul, lekin u kelmadi deydi-yu, lekin bu yoqda bog'lovchi bo'lib kelgan bo'ladi. Demak, bu yoq topamiz. Birinchi bog'lovchini o'zini topish kerak. Bog'lovchi bu yerda yoki biz ko'proq yoki boshqacharoq ko'rinishini. Tushunyapsizmi? Yokining ma'nosi bu yoqda nima bo'lyapti? Demak, A variantimiz to'g'ri keladi. Teng munosabatli bo'laklarni bog'lab kelgan, ya'ni ko'proq va boshqacharoq so'zlarini, mana bularni bog'lab kelgan. Teng huquqli sodda gaplarni bog'lamagan, gapni bog'lamagan. Tushunyapsizlar? Mana bu joyiga variantlarni ko'rayotganda ignor qilishni, ya'niki nimaga xatoligini bilishingiz kerak. B, C, D varianti. Demak, bu teng huquqli gapni bog'lamagan. Mana boshidan agar tez shoshayotgan bo'lsangiz, teng munosabatli, teng huquqli degan narsa bir ma'noni anglatadi, to'g'rimi? Darrov bitta variantni ovormasdan davomini o'qib javobni to'g'ri olish kerak. Bo'laklarni bog'lagan u, gapni emas. Ajratilgan bo'lak va ajratilmishni bog'lamagan. Xo'p, ergash gapni bosh gapga bog'lamagan, ya'ni gap bog'lamagan bu. Bu bo'lak, ikkita teng munosabatli bo'lakni bog'lab kelgan. Har bitta noto'g'ri deb o'ylagan javobingizda, mana har bitta noto'g'ri dedingiz, shuni sababini qilib qo'ysangiz, ertaga imtihondan keyin ikkilanmaysiz. Mana bu savolni javobi shunday edimi yoki yo'qmi deb. Shunaqa orqasidan albatta faktlar bilan javobni chiqarib olgan bo'lishingiz kerak. Demak, 6-savolga qaraymiz. Qaysi gapda virgul tushirib qoldirilgan? Demak, virgul tushib qolgan bo'lishi kerak. A variantini ko'ramiz. Avvalo insonning qalbi go'zal bo'lmog'i kerak. Virgul bor va u to'g'ri qo'llanilgan. Demak, avvalo kiritma so'z.
Xo'p, ikkinchisi B variant. Afsuski 5 qo'l barobar emas. To'g'ri, vergul qo'llanilgan va to'g'ri qo'llanilgan kiritmadan keyin vergul. Xo'p. C variant. Ularga qarshi kurashish hammamizning burchimiz albatta. Albatta so'zi bu yerda kiritma va kiritmadan oldin vergul qo'yish kerak. Javob C bo'ladi. D javobni bir ko'rib o'tish kerak. Xayriyat. Odamlarimizga insof va diyonat qaytib kelmoqda. To'g'ri qo'llanilgan vergul bu yerda. Demak, javob C bo'ladi. 7-chi savolga qaraymiz. Qaysi javobda shaxs oti va nomi qo'llanilgan? Nom va oti bo'lish, shaxs oti va nomi bo'lishi kerak. Demak, shaxs nomi bu kishining ismi yoki familiyasi, shaxs oti uni chaqirish, ya'ni uni kasbi bo'lishi mumkin. Uni bir masalan, mana bu o'g'li, qizim deb chaqirasiz-ku, shu. Xo'p. A javobni ko'ramiz. Terak bilan yong'oq yonma-yon o'sibdi. Yo'q, bu yerda umuman shaxs oti ham, shaxs nomi ham yo'q. B. Barno ertalab tursa yonida mushugi yo'q. Barno bizda shaxs nomi. To'g'rimi? Shaxs nomi. C ga qaraymiz. O'g'lim dedi Davronov asta boshini ko'tarib. Demak, o'g'lim bu oti, shaxs oti. Davronov bu shaxs nomi. Demak, ikkalasi ham bor. Ham shaxs oti ham shaxs nomi ham bor. Demak, to'g'ri javob bizda C bo'ladi. Xo'p, D javobni ham ko'rib qo'yish kerak. Shunda bechora sayyor iltimos qilmish darrov. Sayyor. Sayyor bu yerda shaxs oti bo'lib kelyapti. Demak, B va D variantda B variantda demak shaxs nomi bor, shaxs oti yo'q. D variantda shaxs oti bor, shaxs nomi yo'q. Demak, ikkala savolni tushunadigan bo'lsak, shaxs oti ham va nomi ham bo'lishi kerak. Bunga C variant to'g'ri keladi. So'z birikmasi berilgan javobni aniqlang degan. Demak, tun shamoli. Bu so'z birikmasi. Moslashuv bilan, ya'ni qaratqich tunning shamoli bilan bo'lgan so'z birikmasi moslashuvchanlik bilan deydi. Xo'p, B. Ruchka chiroyli bu gap. Ruchka chiroyli bu to'liq bir gap, so'z birikmasi emas. Olim va olam. Bu so'z qo'shilmasi, ya'ni qo'shilmasi. Yiqila yozmoq bu fe'l. Xo'p, keyingi 9-savolga o'tadigan bo'lsak, qaysi javobda jamlovchi songa misol berilgan? Demak, biz jamlovchi son turini topishimiz kerak. Jamlovchi son nima degani? Undan oldin bilish kerak. Jamlovchi bu jamlash. Ya'ni ala, ovlon, lasi, alasi deganlar bilan bo'ladi. Jamlaydi, ya'ni uchalasi, uchovlon, uchala, uchov deb ketadi. Ya'ni jamlayapti. Xo'p, demak, A variantda 5 ta deyilgan. 5 ta bu xato, ya'ni dona son. Dona son turiga kiradi, donalash vazifasi buni. Demak, hamma bildi, hozir javob B bo'ladi. Lekin aytib o'tganimdek, qolgan variantlarni ham inkor qilishimiz kerak. 3tadan degani bu taqsimlash, taqsim son, taqsimlayapti. To'g'rimi? 3tadan, 4tadan. Xo'sh, birinchi bo'lsa tartib son, birinchi, ikkinchi deb aytilganda tartib. To'g'rimi? Ketdik. 10-son. 10-savol. Hol qo'llanilgan gapni aniqlang. Xo'p. Demak, keling pastdan boshlaymiz, chunki javob A bo'ladi. Pastdan qolgan javoblarni inkor qilamiz. D javob bulbul chamanni sevar. Yo'q, bu yerda faqat ot
bulbul ot, chamanni ot, sevar fe'l. Demak, hol yo'q. Men Nazira bilan kitobni o'qidim. Bu yerda ham hol yo'q. Hol umuman qo'llanilmagan. Olmosh, ot bor, yordamchi so'z bor, kitob ot, o'qidim fe'l. Xo'p. B variant. Qischasi chaqqongina zukko ekan. Demak, bu yerda qischasi bu ot bo'ladi, chaqqongina, zuk unga ta'rif berilyapti, sifat bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Demak, A javob bo'ladi va buni topamiz. Hakim brigadir bultur urushdan kelgan. Bultur. Ya'ni payt holi vaqtni bildiryapti. Payt holi bo'ladi. Bu yerda faqat holni birta turini aytmagan, ya'ni payt holimi, boshqa hol turlarimi farqi yo'q. Holni o'zini so'ragan va bizda bultur bo'lgani uchun biz buni javobni oldik. Bultur bu o'tgan yil degan ma'noni anglatadi. Demak, bultur so'zini ma'nosini bilmaydiganlar bo'lsa, albatta o'rganib oling. Bultur bu o'tgan yili degani. Xo'p. Test tahlilimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Qandaydir tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada bemalol so'rashingiz mumkin va kanalimizda agar o'z hissangizni qo'shishni xohlasangiz, rivojlanish uchun albatta buni boshqalarga taklif qiling, boshqa do'stlaringizga taklif qiling. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta bundan keyin yanada manfaatli test tahlillarini olib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.